soat metan zapravkada o'chirib turganingdan keyin mashinani qo'ysang zapravkachi aka polnimi desa tortib yuborsang deb basharasiga o'sha gapiga. Kumin. Nima manu? Nima manu deyapman? Nima deyapman? Manu nima? Nima manu? O'rtoqlar. Mana kuminning nomeri bo'lsa, shunday kommentariy yozib qo'yinglar. Suvelarini uqalab yuboraman. Yozib qo'yinglar kommentariyaga. Aralashmaysizlar. Prosta nomer, adresni yozib qo'yinglar. Uyni manzili, telefon raqami bo'ldi. Hech narsaga aralashmaysizlar. Birov o'rtaga tushmaydi. O'zimiz kelishib olamiz. Bitta. Birga bir shunday zalda perchat kiyib ko'rib olamiz. Indamagan sari. Bo'ldi-da endi. Nomerni yozib qo'yinglar. Bo'ldi, aralashmaysizlar. Одноклассники paytida esinglardami? Unda Upload'ga eski statuslarni eslaymiz. Biz sinmadik, ozgina bukildik. Tobutini qizlamas, bolla ko'taradi. Mana menda o'sha qoraqosh Abdurahmon. Mandan zo'rini toparsan, lekin mandakasini topa olmaysan. Ko'chani oxiri zona. Mani sindirish bandasiga emas. Voy asalim onash, senga emas mani o'rash. Onam kasal bo'lsalar, Ibn Sinoni uyg'otaman. Odam bo'lib keldik. Odam bo'laylik. Abuki bu ashulayu? Ayo'e. Sanqiz o'zingni bosib yur mahallada. Ko'p jilpillaganlar mana yerda yotibdi. Jilpillamay jimgina. Mani joylarga gapirtirorma. Minimum sloth, minimum stress. Tachki press, classic dress. Xullas gap shu. Men tushuntira oldimmi senga? Tushundim sizdan. Hammasi yaxshi. Siz aytganday bo'ladi. Hozir. Men bu qizga nima dedim, bu nima qilyapti? Darvozangni himoya qiling. Jarima to'pini Messi bajaradi. Siyosh. Tinchlikmi? Vohima qilib chaqirding suv kunda. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Nima bo'ldi? Uyga kirarim sizga berishim. Sani ko'z yoshingga qismi arzimaydi. Men o'zimga boshqa qiz topib olaman. Nima aytibdi? Issiqqina uyda yotgandi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, adashasizlar. Mashinada yotibman. Mana. Yotganimiz sababi bor. Ko'rpa to'shak qilib yotibmiz. Mana chunki o'chiritamiz. Gazga hali soat 3:26. Soat 6da gaz quyishni boshlaydi. 9:10da bizga navbat yetib keladi. Ishga bitta boramiz. Yuzimga bijir-bijir qo'yib qo'yasizlarmi? Albatta, siz aytavering, unaqa. Xo'p. Keyin o'sha to'yim bo'lgandan keyin bir muddat chiqolmay qolganimni do'stlarim hazm qildi. Do'stlarimga bahonada topardim har xil. Keyin do'stlaringiz kechib olmagan o'sha payt? Yo'q, ketishmadi, boshida ketishgani yo'q. Keyin choyxonalar bo'ldi, dachalarga chiqishdi. Bolalar bilan. O'sha
Uylanganimdan keyin chopishni boshladim mana. Bilmadim qanaqa qilib men bolalar oldiga chiqa olmay qoldim. Keyin bir ko'chada ko'rib qolasizlar do'stlaringizni. Shunaqa yuraklarim achinib, nashlarim og'rib ketdi keyin. Nima qilardi shu paytlar? Chekkaga shundoq 5 minutga to'xtab, xo'ng yig'lab, chekkaroqga to'xtab do'stlarim bilan 5 minut salom alik qilganimni bilaman. Divorce bo'ldi. Xotinim telefon Hozir aka suv yeb ketdim. Qo'lim yaxlab qoldi. Aka hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Svit keladi, gaz keladi. Harakat qilishyapti. Tez kunda isib ketadi. Uylarda bemalol futbolkalarda yuramiz. Issiq o'tiramiz, ozgina qoldi. Svit keladi, gaz keladi. Yo'q, kam. Ozgina sabr qil, yoz keladi. Men ham sizday ko'rgim kelar oyoq yoshni. Bo'rini tirnog'iga olasizmi? Nimani? Bo'rini tirnog'iga olasizmi? O'zimni tirnog'imni olmayapman, bo'rinikini nima qilaman? Unda nima ish qilasiz? Uka, men folochaman. O'g'li yo'qni o'g'li, qizi yo'qni qizi qilaman, ukajon. Yo'q-e. Shunaqa xislatlarim bor. Shu desa, qizingning qo'lini o'g'limga so'rab keluvdim. Nima o'zing qo'li yo'qmi? Bor, lekin charchadi. Armonim, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paket